Bugun Alloh taoloni o'zi fazilat bersin. Qo'pol qilib aytganda, umraga borganimizda sajda qilganimizdan ko'ra ko'proq rasmlarimiz bor. 100 ta sajda qilgan bo'lsak, 200 ta rasmimiz bor-da. Bugun o'zi 2 marta umra qilganmiz, 7 tadan 14 marta tavof qilganmiz, 55 ta rasmga tushganmiz. Ibodatlarimizdan ko'p suratlarimiz. Ibodatlarimizni, haramda o'qigan namozlarimizni sonidan ko'p bizni umraga kelganimizni qarindoshlarimizga bildirganmiz. Guruhga qolmagan. Qarindoshlar, sinfdoshlar, kursdoshlar, mahalladoshlar, masjiddoshlar, qabristondoshlar hammaga jo'natganmiz, birodar. O'zi 4 mahal namoz o'qiganmiz haramda. 10 mahal o'qiganmiz. 100 mahal o'qiganmiz, masalan, keling. O'zi bir haftaga boramiz Makkaga. 3 kun Madina, bir hafta Makka. 7 kun bo'lamiz, lekin 75 ta odamga aytganmiz. Kelganda 750 kishiga osh beramiz. Birodar, o'zi 750 rakat namoz o'qigansizmi o'sha joyda? Turna qator mashinalar, turna qator odamlar, karnay, surnay. Birodar, bir hajga, umraga borib biz ham borganmiz. U joyda unaqa jannatga yo'llanma berilmaydi. Bordik, ziyorat qildik, qilgan gunohlarimizga tavba qildik. Kelyapmiz endi. Hech qanaqangi u yoqda bir guvohnomami, bir kafolat xati yo'q yoki bizga berilmagan, sizlarga berilganmi degan savol keladi shu joyda. Alloh taoloni o'zi fazilat bersin. Shuning uchun bugungi kunda biz qilayotgan amallarimizni iqtibos o'laroq, fahm farosat o'laroq, yaxshilik o'laroq qilaylik. Yoki umraga borib kelgan odam farishtaga aylanmaydi. Hajga borib kelgan odam jannatiy bo'ladi degan joy yo'q. Uni yo'liga bir poyandoz qilib, yangi matolar qilib, unaqa joy yo'q, birodar. Biz borgan bo'lsak, o'zimiz Alloh taologa tavba qilish uchun borganmiz. Ibodat qilish uchun borganmiz. Gunohlarimizni Allohdan kechirish uchun borganmiz. Alloh nasib qildi bizni. Umradan keyin yana hajdan keyin yana taqvodorroq bo'lish uchun borganmiz. Allohning shiorlarini ko'rish uchun bordik aslida. Nega biz bugungi kunlarda Alloh taoloning fazilati o'laroq qilayotgan amallarimiz bugun o'zgacha? Shuning uchun bugun alhamdulillah Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Yaxshilikda, amniyatda, barakada umr guzaronlik qilishlik uchun biz avvalo ilm o'rganaylik. Safar odoblari bor. Fazilat odoblari bor. U joyda qilinadigan ibodatlar odobi bor. Ibodatlarni o'rganaylik bugun. Namozlarimizni to'liq o'rganaylik. U joyda masjidga boryapmiz. Nima niyatda boryapmiz? 2 rakat namoz o'qiylik. Tahoratimiz joyida bo'lsin. Ibodatimiz joyida bo'lsin. Fazilatimiz joyida bo'lsin. Alloh taoloni o'zi shunda bandaga fazilat beradi, baraka beradi. Lekin bugungi kunlarda ziyoratga boryapmiz, na ziyorat odobini bilamiz. Na safar odobini bilamiz. Na bizda tartib bor. Na bizda sabr bor. Na bizda borish odobi bor, na kelish odobi bor. Faqat odamlarga aytishni bilamiz, reklama qilishni bilamiz. Kelgandan keyin oshna aqlimiz oladi, tamom. Nimaga? Hamma bilsin biz umraga yoki hajga borganmiz. Kerak emas, birodar. Alloh taolo sizni taqdir qilibdi. Bordingiz, Alloh nasib qilibdi. Bormaganlar qancha? U joyda borib ibodat qilibsiz. Alloh nasib qilibdi. Boriboq kasal bo'lib, to kelguncha kasal bo'lganlar bor. Men o'zim guvohman. Shunday Jidda aeroportida tushib, kasal bo'lib, to qaytib kelguncha 10 kun davomida kasalxonada yotganlar bor. Alloh nasib qilibdi o'sha joyda oyog'ingiz yetishini. Yana karrot nasib qilsin. U joyda ibodat qilibsiz, taqvodorroq bo'ling. Alloh nasib qilmasa-chi? Yoki bugungi kunda bo'lyapti mana. Behikmat deb o'ylaysizmi? Borishga taraddud ko'ryaptilar. Noto'g'ri yo'llar bilan borishlikka harakat qilib bora olmayaptilar.
pullari ham kuyyapti, o'zlari ham bora olmayaptilar. Bu behikmat deb o'ylaysizmi? Mumkin loyiqdir emasmiz. Mumkin Alloh taqdir qilmagan. Mumkin bu sinovdir. Mumkin bu Alloh taoloning taqdirotidir. Shuning uchun bugungi kunda ibodatlarda har birimiz bardavom bo'lyapmiz. Xolis Alloh taoloning roziligi uchun bo'lsin. Shuning uchun bugun amallarimiz, ibodatlarimiz, qilayotgan ishlarimiz risoladagidek bo'lishligi uchun avval ilm o'rganaylik. Sabr qilaylik, sabrni o'rganaylik. Ibodat qilishlik, ziyorat qilishlik odoblarini o'rganib, inshaalloh bugun odamlar ko'rsin, odamlar bilsin. Birodar, u davrlar o'tdi endi. Ja'al haq va zahaqal batil. Haq keldi endi. Ko'zimizni ochadigan narsalar keldi bugun. Botil ketdi endi. Ko'zbo'yamachiliklar ketdi. Haqqoniy bo'laylik bugun. Bugun umraga borib kelishning pulidan ko'ra undan keyin keladigan ziyofatlar qimmatroq turadi. Haqiqatda shunday. Kelgandan keyin 4 ta quda, 50 ta qo'shni, 5 ta mahalladosh, sinfdosh, qarindosh, boshqalarga bir ziyofat berish kerak. Nima uchun? Nimaga? O'lgan odam o'ldi. O'lgan odamning o'ligidan ko'ra uning marosimi qimmat turadi, birodar. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Birodar, qo'ying, uni otasi o'ldi. Endi yana xarajat qilib turmasin endi u. O'zi bu darddan kuyib yotyapti, bir jigari vafot etdi. Bu musibatga sabr qilsinmi, xonama-xona hammani aytib osh bersinmi endi? Taraddud qilsinmi, ziyofat bersinmi? Qayerdagi gap bu? Bugun ta'ziya marosimlaridagi rasm-rusumlar, behuda narsalar, isrofgarchiliklar. To'y marosimida ham xuddi shunday. Janozada, aqiqada, umra va hajlarda. Unday qilmaylik. Tugataylik buni. Odamlar